Assalomu alaykum Tash Fasad kanalining obunachilari, aziz yurtdoshlar. Tash Fasadning mahsulotlaridan, ya'ni ikki xil svetda qoraga yo qizilga qora bo'lgan ikki xil svetimizda obyektlarimiz mana bugun tugatdi, xudo xolasa. Shahri Tuz, Kalmaks, ya'ni Yoqub Karimov qishlog'ida Hoji Salohiddin akamiz uyida mana shunday fasadlarimizni tugatganmiz. Ko'rib bitta o'zlaringiz baho berasizlar. Xo'p, hali bu laksi bilmagan holati, yuvilgan, lekin laksi bilmagan holat, laksi bilgandan keyin tuyuq svetga kiradi. Juda ham bir ajoyib svetda bo'ladi, ham blestyashi bo'ladi. Xudo xolasa. Hozir lagam sevamiz buni. Kimlargadir shunday fasadni plitalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Xo'p, atkoslariga ham e'tibor beramiz. Atkoslarim yevropechik holda, Rossiya standartiga javob beradigan holatda qo'yganmiz. Professional ustalarimiz. Biron joylarda mix, samaraz biron narsa ko'rinmaydi. Professional darajada qo'yilgan. Kimlargadir fasadni plita, atkos, atliv nimaki xizmatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bu toshlardan juda ko'p xillari bor. Bizda 100 dan oshiq xillari bor. Rang-barang, xilma-xillari. Kimlargadir kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Shartoz, Qabadiyon, Beshkent rayonida aka-ukalar Yoqub Karimov, ya'ni Kalmaks aka bemalol kelib ko'rib ketishlaringiz mumkin. Akamiz dirazani katta-katta qo'ygan ekan. Shularga ham juda ham chiroyli qilib turib atkos qilganmiz. Biron joyda mix, biron joyda samaraz ko'rinmaydi. Juda ajoyib holatda bo'lgan. Ustalarimiz professional, Rossiyada ishlab turgan ustalarimiz bor. O'zlari talantini ko'rsatgan. Hamma joyga juda ham ajoyib holatda bo'lgan. Hozir laksi bo'lamiz, xudo xolasa. Laksi bo'lgandan keyin yana syomka qilamiz. Syomkalarni yana ko'rsatamiz. YouTube'da ham kanalimiz bor. Tash Fasad ingliz tilida, ya'ni lotin tilida yozsalaringiz chiqib keladi. YouTube podpisatsiya qilib, like bosib, o'zlaringiz fikrlaringizni qoldirasiz degan umiddamiz. O'zlaringiz ko'rib bitta baho berasizlar, aziz yurtdoshlar. Ko'pdan ko'p savollar bo'lyapti bizda. Mahsuloti nima? Aslida buning mahsuloti nima deb. Buning asosiy mahsuloti Iron simnidan tayyor bo'lgan asosiy mahsuloti. O'zimiz Tojikiston va Iron simnidan tayyor bo'ladi, ikki xil mahsulot. Xo'p, qancha joyida plasmasi bor, qancha joyida xo'p boshqa narsasi bor dedi. Asosiy pakruk, buni oynalab beton hamma tarafi. Aziz yurtdoshlar, ko'pdan ko'p savollar bo'lyapti. Mana bu ko'sak kesilganlari. Aslida ichida qancha maqsad betoni bor, nimasi bor, hammasi beton bo'ladi. Birga ursanglar va hammasi beton. Biron tarafida maqsad biron bir nimasi yo'q. Hamma tarafi nachash beton. O'zimiz issiqqa, sovuqqa chidamli moshni material. Mana aziz yurtdoshlar, kimlarga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Xo'p, aziz yurtdoshlar, buni Salohiddin akamizning ko'chasida biz hozir ko'chaga chiqib ko'chani ham syomka qilyapmiz. Ko'chani ham ko'rasizlar. Bunday holatda terilgan. Ham ajoyib holatda terilgan. Ko'chadagi atkoslarga hozir ko'rsatib o'taman. Ko'chada atkoslar spesialni Salohiddin akani klientimizning talabiga binoan lablari mana shunday bo'rtaytirib, shishitib chiqarilgan atkoslarga e'tibor beramiz. Bunda yangi stilda atkoslar bo'lyapti. Hozir biron joyda bu Shartoz, Qabadiyon, Beshkent, mumkin Tojikiston territoriyasida mumkin qilmagan bo'lsa bunday atkoslarni bir e'tibor berasizlar. Qanday bo'rtaytirib spesialni chiqarilgan. Xo'p, hozir buni laks sepgandan keyin bu juda qip-qizil tuyuq svetga kiradi. Laks bilmagan holati hozir bu. Keyin suvdan bironsidan qo'rqmaydi. Qancha bo'lsa suv sepsa, shuncha suvni yaxshi ko'radigan fasad bu. Ko'plar suv sepsa nima bo'ladi, suv bilan jursak nima bo'ladi degan savollar ham ko'p bo'ladi bizda. Suv sepsa suvni yaxshi ko'radigan fasadlardan. Suvlardan umuman qo'rqmaydi. Qancha bo'lsa suv sepsa, undan ham yaxshi mustahkam bo'ladi. O'zlaringiz bilasizlar, betonga qancha suv tegsa, shuncha mustahkam bo'ladi.
tushishlari bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin aziz do'stlar. Bitta suv sepib hozir buni ko'rsatamiz, qanday laksi bo'lgandan keyin qanday svetga kiradi. Bitta suv sepsang. Mana shunday darajada qip-qizil bo'ladi. Laksi bo'lgandan keyin mana shunday chiroyli ajoyib bir xil svetga kiradi. Laksi bo'lmasa shunday sal og'arganday bo'lib turadi. Agar laksi bo'lsa mana shunday to'yiq svetga kiriladi. Biron bir suvdan qo'rqmaydi, qancha suv sepsa shuncha mustahkam bo'laveradi. Shuning uchun kilitlarning hammasiga murojaat qilamiz. Laks sepsa ham svetlarni saqlaydi, qancha yilga ham mustahkam bo'lib turadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimlarga fasadli filtrlar kerak bo'lsa bemalol qilishingiz mumkin. Bizning adresimiz Shartuzda, Birlash qishlog'ida. Seximiz Birlash qishlog'ida.